Irida Kuiper halqasidagi kichik sayyoralarning biri. Bu sayyoraning topilishi bilan Quyosh sistemasidagi sayyoralar soni 10 taga yetishi kerak edi. Ammo amalda uning aksi bo'lib, sayyoralar soni 8 taga qisqartirildi. Aynan Iridaning topilishi Plutonni sayyoralar safidan chiqarilishiga sabab bo'ldi. Pluton sayyorasi kashf etilganidan so'ng uzoq vaqtgacha Neptun ortida boshqa yirik fazo jismi topilmasdan kelayotgan edi. 2005-yilga kelibgina Michael Brown yetakchiligidagi falakiyotchilar Kuiper halqasida yangi bir sayyorani topishga muvaffaq bo'lishdi. Qayta tahlil qilish orqali yangi sayyora 2003-yili Samuel Ocean teleskopi bilan olib borilgan kuzatishlar vaqtidagi kadrlarga tushganligi ma'lum bo'ldi. Shu sababdan ham sayyora dastlab 2003 UB313 shartli nomini olgan. Sayyoraning topilganligi 2005-yilning 29-iyul kuni e'lon qilindi. Sayyora topilgan vaqtida uni Quyosh sistemasidagi 10-sayyora deya hisoblashgandi. Yangi sayyorani dastlab Zena, Persefone, Laylo kabi nomlar bilan atashdi. 2006-yili Xalqaro astronomiya ittifoqi tomonidan Michael Brownning taklifi bilan Quyosh sistemasidagi boshqa sayyoralarning nomlanish an'anasidan kelib chiqqan holda qadimgi Yunon mifologiyasidagi adovat ma'budasi Irida nomi berildi. Xalqaro astronomiya ittifoqining aynan shu yilgi assambleyasida Irida o'ziga qo'shni Pluton sayyorasi bilan birgalikda kichik sayyoralar sinfiga kiritildi. Shu tariqa Karlik sayyora yoxud Plutonoid atamasi fanga kirib keldi. Irida Quyoshdan o'rtacha 68 astronomik birlik yoxud 10,2 milliard kilometr uzoqlikda joylashgan. Irida Quyosh atrofida cho'zinchoq ellips orbita bo'ylab aylanadi. Shunga ko'ra Afiley vaqtida Quyoshdan 97 astronomik birlikgacha uzoqlashadi. Quyoshga yaqin kelgan vaqtida Quyosh va Irida orasidagi masofa 38 astronomik birlikgacha qisqaradi. Ya'ni bu vaqtda Irida Quyoshga Pluton orbitasidan ham yaqin keladi. Irida Quyosh atrofini 3,4 km/sekund tezlik bilan 561 yilda to'liq bir aylanib chiqadi. Uning orbitasi sayyoralarning Quyosh atrofida aylanish ekliptikasiga nisbatan 43 gradusga egilgan. Chilidagi teleskoplar tomonidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Iridaning diametri 2320 km atrofida. Hubble va Spitzer teleskoplari orqali olingan tasvirlarga tayanadigan bo'lsak, Irida ham Pluton singari tog' jinslaridan, yuza qismlari esa muzliklardan tashkil topgan sayyora. Stephen Boltzmann qonuniga asoslanib ishlab chiqilgan natijalarga ko'ra, Irida sirtidagi harorat -253 gradus Selsiy atrofida. Bu esa mutlaq noldan atiga 20 kelvinga yuqori xolos. Quyoshga eng yaqin kelgan vaqtida ham Irida yuzasidagi harorat -230 gradusdan oshmaydi. Iridada atmosfera mavjud emas, ammo u Quyoshga yaqin kelgan vaqtida unda vaqtinchalik atmosfera paydo bo'lishi mumkin. Iridaning o'z o'qi atrofida aylanish burchagi va undagi kun davomiyligi noma'lum. Buni aniqlashga sayyoraning kichikligi va o'z orbitasi bo'ylab sekin harakatlanishi xalal beradi. Taxminiy hisoblarga ko'ra, Iridada kun davomiyligi 5 yer kunidan kam emas. Umuman olganda, Irida sayyorasi haqida ma'lumotlar oz. Uning ko'p qirralari fan uchun noma'lum. Uning ancha olisda ekanligi uni o'rganish uchun apparat yuborishni ancha qiyinlashtiradi.
Ayni paytda Irida Yerdan 14,2 milliard kilometr uzoqlikda joylashgan. Quyosh nuri Iridaga 13 soatda yetib boradi. Agar Iridani o'rganish uchun hozirgi kunda apparat yuboriladigan bo'lsa, eng tezkor va eng zamonaviy fazo apparat ham Iridaga kamida 25 yilda yetib boradi. 2,5 asrdan so'ng Irida Quyoshga yaqin keladi. Ana o'shanda uni o'rganish va unga tomon fazo apparatlarini yuborishga qulay imkoniyat tug'iladi. Hozirgi kunda Iridaning yagona tabiiy yo'ldoshi ma'lum. Uning yo'ldoshi Disnomiya deb nomlanib, bu nom Yunon afsonalaridagi Disnomiya nomidan olingan. Disnomiya ham Iridaning o'zi singari 2005-yilda topilgan. U Iridadan 37,000 kilometr uzoqlikda harakatlanadi va o'z sayyorasi atrofini taxminan 16 kunda aylanib chiqadi.